Assalomu alaykum qarindoshlar. Postmandan asos yurish darsimiz xush kelibsiz. Bu bizning 5-qism darsimiz. Bu qismda biz collection, ya'ni to'plamni hamma iltimoslar aro hammasini birlam to'plab qana bir to'plam hosil qilgan shu collectionni qanday man qilishni tafsiliy so'zlaymiz. Unda men postman nachay. Biz oldingi qismlar darsimizda eggs degan bir to'plam qo'ygan. Undan boshqa yana employee xizmatkor degan bir to'plam qo'ygan to'q. Uning iltimosini, ya'ni API iltimosini biz nereden algan? Bu request in degan torbatdan algan. Biz yana boshqa bir qancha iltimos orqali shu to'plamni to'liqlab, to'plamni undan keyin bir aqlamganda ma'quz baqayli. Ya'ni bu request degan response requestning qisqartılması ma torbatda qana bizga saqsonlik ma'lumot orqali API iltimos yo'llash va undan javob berishga mashq qilish uchun saqsonlik ma'lumotlarni ta'minlab turdi. Biz oldin qitimqanda userlarni olgan. Bu qitim men ma'vu single user not found alay. Bu get metod qana get. Response qanday olish kerak? 404 tipilmi deb bo'lish kerak. Buningki manbasi resource ma'vu. Bu resource'ni qanday qilamiz deganda ma endpointning keyingilarni chaplab qilsak to'liq URL bo'ldi. Buni postmanni ichib yangidan qanday yangidan request qilamiz. Yangi requestning ismini nima deb qo'yamiz? Not found bo'lsin. Tipilmidi debchi. Bu yerga qarasanglar, hozircha qaysi to'plam qursa deydi, men employee degan to'plamni qurmay, shunga men yerdan izlaymiz buni. Employee deb. Employee chiqdi, buni tanladik, save to employee. Mana not found deb ichildi. Bu yerga boyamqi biz ko'paytirib olgan tor adresini yozamiz. Mana bu qanda bizningki tor adresi, bundan iltimos avatimiz. Endi bu yerda HTTP message bor. Masalan, buni men getni tanladim, chunki bu getninki. Buni yo'lladim. Yo'lsam ichilmadi, hech nima chiqmadi. Mag'lub bo'ldi, chunki 404 deb chiqdi. Odatda muvaffaqiyatimiz qanday 404 deb chiqadi. Bu meningki qanday get request API get request. Masalan, postni misol qilay. Masalan, create qo'y, yangidan birini quramiz qo'y. Masalan, postni ilib name bilan job ikkisini kirgizsak parametrini. Bu response manda şekilde bo'ldi. Ma qurildi deb sonliq ma'lumotlarni sonliq ma'lumotga qanday kirgizamiz. Mani ko'paytirib buni yana new request degan iltimosni quramiz. Buningga post request deb ism qo'yib qo'y. Employee tanladim mana. İkisi var hozir to'plamda birisi eggs, birisi employee mana. Eggs, employee, men employee tanlay. Save to employee, yangidan birini qurdim. Miyaga ko'chirib olgan tur adresini to'xtanglar, to'liq ko'chirilmabdi. Maning o'rniga chunki men base URI o'zgarmaydi. Saldim, endi iltimosni avatdim. Bu parametr, parametr kirgizmadim men. Parametrni qanday kirgizmaydiganda mana endi payload deydi. Payload. İsmi qanday? Morphous, ismi name. Name job shunaqa qo'y. Buni qanday kirgizmaydiganda men parametrdan name deganga Uyg'ur IT deb kirgizay. Jobchi. Ismga name deb xizmat qilganda IT kirgizdim, endi avatimi. Bu to'xtanglar meningki bu yanaliq. Men getni tanishishni qopdimi? Men yerdan qanday post tanishamiz, yo'qmi metodni tanishamiz. Post tanishidik. Endi qanday send qilamiz. Ya'ni muvaffaqiyatli kirgizildi. ID nomer ma'vu created at ma vaqtda demakchi. Muvaffaqiyatli qurildi. Chunki 201 degan status code chiqdi. Endi men yana bir
delete qilay. Masalan, delete. Xohlagancha. Mana bu resource. Bu resource'ni cho'qim shu base URI'ning keyiniga qo'ymas. Mala cho'qim bir-bilan munosabatli deb o'ylamsanglar bo'ldi. Yana yangidan bir iltimos quray. Buni delete day. Ne qurma qaysi collection ichiga? Employee collection ichiga, tushunami? Save to employee. Buning URL'ni kirgizdim. Endi bu yerda buni tanlamsam bo'lmaydi. Ismi delete, o'chirish. Evetdim. No content. Ikkisi o'tganda hech nima qolmadi demak, no content degan muvaffaqiyatli bo'ldi. Mana shu requestdan qana nurg'unlar requestni bir iltimoslardan bir to'plam shaklida, ya'ni collection degan shu. Endi mushning hammani qana men birdan nima qilganim ma'qulgan o'rniga. Bu masalan men delete ni bir qitim ma'qulman, post ni bir qitim ma'qulman, ma'ni hammasini bir qitim aytaman. Endi ma'larni o'lchamoqchi bo'lsam qanday o'chirmaysanlar? Ma'ning o'ng tarafini besib ma'usdan. Close olsa bir slam o'chidi. Ash bir slam o'chidi. O'chmaganlarni force close qilamiz. Agar mushningdan boshqasini o'chirmoqchi bo'lsak, mushningdan boshqalarini o'chiradi. Mushni qilib qolmoqchi bo'lsak, close other tables deydi. Hammani o'chirmoqchi bo'lsak, close all tabs. Save qilamiz deydi, olib save qilib qo'yay. Hammani qana save. O'chdi mana. Endi mushni biraqlab o'chirmayman bo'lsak bo'ldi. Men faqat o'chirishni ham ko'rsatib qo'ydim. Qanday ma'qulmiz deganda run deb foydalanib. Mush collectionning hammani qanday run qilamiz. Hozir qancha iltimos bor? 4 iltimos bor. Endi men iltimoslarni men qanday folderga bo'la olaman. Masalan, men mana ikkisini bo'lib oldim-ku bu yerda. Get post deb. Hozir get ikkisi bor, postdan birisi, delete'dan birisi. Men buni cho'qim folder qura olmay bo'ldi, oz bu. Lekin ko'p bo'lib ketsa qanday tangishib olsak bo'ldi. Getni hammani getni. Masalan, meni getni ham qurib qo'yay. Folderning ismini. Men iltimos qilib qopdim. Add folder. Advocate qilib. Add folder. Buning ismi qanday? Get. Mana. Men malani get qilib qo'ysam, masalan postga bir folder qurib, hammasini bir yerga redlashga oson bo'ldi demak, izlab tepishga. Masalan, buning hammasini qanday? Men ma'qulmoqchi bo'lsam, men run ni bosaman. Bütün iltimos ma'qulshma yangi to'rbet ochildi. Buningga qanday? Biz ma'qulmoqchi bo'lgan to'plamning ismini, ya'ni collectionning ismini tanlaymiz. Men yerda employee ni qildik. Agar egni ma'qulmoqchi bo'lsak, men yerga ismini kirgizsak, eg chiqadi. Lekin biz hozir employee ni qilamiz. Shu employee ni tanladim. Employee ni Okay? Employee mana mush hammasi requestlar mushning ichida qoldi. Iltimoslar mana 4 iltimos mush chiqadi mana. Yani miyada run order deydi, red tertibi avval mush tertib bo'yicha ma'lum. Hamda miyada environment deydi, bizda muhitni taxi qurmadik. Shu bitirib tursin, ham iteration. Qancha qitim ma'qulsa deganda, masalan bir qitim bo'lsa 1, 3 qitim qilsam 3 qitim ma'quldi, 3 qitim. Hamda har bir minish oraliqini qanchalik vaqtni kechiktirsa, oqoqdan qilamsa deganda mishadan millisekund bo'yicha 2 millisekund kechiktirmaydi degandek mishadan tanlasak bo'ldi. Hamda hozircha bizda data deydi, soliq ma'lumot yo'q. Response save qilamsa deydi. Ehtiyojingga asosan shularni tanlab olsang bo'ldi. Run employee. Mush employee degan collectionni qanday? Mush to'plamni ma'qulzuma demakchi. Ma'qulsam qanday mana ma'quldi. Hammasi ma'quldi. 3 qitimdan tanlagan men. 3 qitim ma'quldi. Menga qarasang hammasi ma'bu o'tdi mana 200 400 ma o'tmadi degandek o'zining statistik kotasini beramiz. O'tsa yeşil belgisi olib chiqdi, o'tmis qanday? Qizil belgisi olib chiqdi. Hozir qanday buning hammasi o'tdi deydi. Chunki bizning men not found degan qaranglar. Men not found bizning ko'zga maqsadmi shu. Cho'qim not found bo'lish kerak. Shuni o'tib ketdi. Agar bizning ko'zga maqsadimiz 200 bo'lib qolgan bo'lsa, men o'tmagan bo'lsa, anandikina xato bo'libdi deymiz. Buni tartib bo'yicha tanlab olsak bo'ldi. Hamda bu masalan o'tmaganlar bo'lib qolgan bo'lsa, biz retry qaytadan ma'qulsak bo'ldi. Bundan keyin mush resultni, mush natijani qanday sirtqi bir yerga saqlamoqchi bo'lsak, export results saqlaydi. Buni undan boshqa biz bu run summary ni ko'ra olamiz. Run summary qarsak mana ma'la ko'rsatib har bir o'zining ikkinchi, uchinchi, chunki buni 3 qitimdan ma'qulzdik.
Şu yig'inchoqlab berdi. Hamda run result collection buni endi qanday qilamiz? O'zining miyada run order men qo'yim dedim har birsini tanlab nim qila olamiz. Har bir get degan bir folderninki. Odatda shu bizning belgilab qo'ygan iltimoslar mana shu iltimosni qanday bir qancha iltimosni bir egasak bir to'plam bo'ldi. Shu to'plamdan foydalanib qanday hamma shu to'plamning ichidagi hamma iltimosni bir xillamamiz yo'q. Shu yerdan tang cheklamamiz. Men mana 3 qitim qildim. Mana bir qitim tashab qo'ysam faqat bir qitimla mangdi. Undan boshqa mangmaydi degan gap. Bu yangi darsimiz mushagicha. Shu yerga nuqta ostida inkas shakl qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat.